Bismillahirrohmanirrohim. An'om surasining fazilatlari. An'om chorva mollari deganidir. Ular haqida bir necha oyatlari bo'lgani uchun ushbu sura shunday nomlangan. An'om surasida islom aqidasi, shariat ahkomlari, oilaviy masalalar, g'ayridinlarga doir ko'rsatmalar, oxirat, payg'ambarlar, dunyo hayotining mohiyati bilan bog'liq masalalar bayon etilgan. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan marfu rivoyat qilinadi. Qiyomat kuni: "Ey An'om surasini o'qigan banda, bu surani o'qishni yaxshi ko'rganing uchun jannatga kiraver" deb nido qiladi. Hazrati Umar roziyallohu anhu An'om surasi Qur'ondagi fazilatli suralardandir deganlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu An'om surasi Makkada to'laligicha nozil qilingan, uning atrofida 70 ming farishta tasbih aytib turgan deganlar. Boshqa rivoyatda aytilishicha, An'om surasi nozil qilinayotganda farishtalar ko'pligidan yer bilan osmon orasi to'silib qolgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam farishtalar baland ovozda tasbih aytayotganini eshitib sajdaga bosh qo'yganlar. Rasululloh alayhi salom marhamat qiladilar: "Kim bomdod namozini jamoat bilan o'qigandan keyin joy namoz ustida o'tirib An'om surasining dastlabki 3 oyatini o'qisa, Alloh taolo o'ziga tasbih aytuvchi 70 ta farishtani unga vakil qiladi. Bu farishtalar uning haqqiga qiyomat kunigacha istig'for aytib turadilar." Habib Abu Muhammaddan rivoyat qilinadi: "Kim An'om surasining boshidagi 3 oyatni o'qisa, Alloh qiyomat kunigacha uning haqqiga duo qilib turadigan 70 ming farishta yuboradi. Qiyomat qoyim bo'lgach esa Alloh uni jannatga kiritib salsabildan ichiradi. Kavsar suvi bilan cho'miltiradi. Men sening Robbingman, sen esa mening bandamsan" deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Musabbihotlarning fazilati. Musabbihot Qur'oni Karimdagi pokdir. Tasbih aytadi degan ma'nodagi subhana, sabbaha, yusabbihu yoki sabbih so'zlari bilan boshlanuvchi 7 sura Isro, Hadid, Hashr, Saf, Jum'a, Tag'obun va A'lo suralaridir. Bu suralarda 1000 oyatdan afzal bo'lgan oyatlar bor. Irboz ibn Soriya roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam uxlashdan oldin musabbihotlarni o'qib, ularda 1000 oyatdan afzal bo'lgan oyat bor der ekanlar. Yahyo ibn Kasir bizningcha bu Hashr surasi